Diqqat, barcha O'zbekistondagi pensionerlar darhol xabardor bo'ling. Ramazon hayiti bayrami va Navro'z ayyomi bayramida barchaga ajoyib xushxabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hamda ushbu tezkor yangiliklardan imkon qadar boshqalar ham tezroq xabardor bo'lishligi uchun video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa sizlarga har doimgidek eng so'nggi yangiliklarni yetkazib turishda davom etamiz. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat! O'zbekistonda endilikda sizga pensiya tayinlanganligi to'g'risidagi ma'lumotnomani onlayn olishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasi tomonidan may.gov.uz portalida yana bir onlayn xizmat ishga tushirildi. Endilikda siz ushbu xizmatdan foydalangan holda tayinlangan pensiya to'g'risidagi ma'lumotnomani uydan chiqmasdan turib olishingiz mumkin. Bunda pensiya jamg'armasi tuman va shahar bo'linmalariga murojaat qilish shart emas. Barchasi tez, qulay va siz uchun osongina amalga oshiriladi. Diqqat qiling, endilikda oila mezonlariga mos kelmay qolgan taqdirda bolalar nafaqasi va moddiy yordam berish O'zbekistonda to'xtatiladi. O'zbekistonda bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlangan oilaning iqtisodiy ahvoli har oyda o'rganib boriladi. Agar oilaning iqtisodiy ahvoli yaxshilanish kuzatilsa, masalan u mol-mulk, yangi avtomobil xarid qilgani aniqlansa, dastur moddiy yordam berish mezonlarini qayta avtomatik ko'rib chiqadi. Oila o'sha mezonlarga mos kelmay qolgan taqdirda pul berish to'xtatiladi. Bundan tashqari, mahalla yettiligi tomonidan bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlangan oilalarga chiqqan holda ularning iqtisodiy holati to'g'risidagi ma'lumotlar o'rganiladi. Ya'ni oiladagi mol-mulklar haqidagi ma'lumotlar yig'iladi va dasturga kiritiladi. O'zbekiston fuqarolariga endilikda pensiya tayinlashda chet elda ishlagan davri ish stajiga olish tartibi qanday bo'ladi? Shu haqida batafsil ma'lumot berildi. Barcha fuqarolar tezda like bosib ushbu videorolikni oxirigacha ko'ring va o'zingizga kerakli savollaringizga javob toping. Mehnat shartnomasi asosida chet elda ishlagan fuqarolar tomonidan o'tgan davr uchun ijtimoiy soliq quyidagi miqdorda to'laganda ish staji hisobga olinadi. 2019-yil 1-yanvarga qadar bo'lgan davr uchun har bir oyga bazaviy hisoblash miqdorida. 2019-yil 1-yanvardan 2019-yil 1-dekabrga qadar bo'lgan davr uchun bir yilga BXMning 4,5 barobari miqdorida. 2020-yil 1-yanvardan keyingi davrlar uchun yiliga bazaviy hisoblash miqdorida. Misol uchun 2015-yilda chet elga ishlash uchun ketgan fuqaro 2024-yilda O'zbekistonga qaytib keladi. Bunda fuqaro 2015-yildan 2024-yilga qadar bo'lgan davr, ya'ni 9 yil uchun ijtimoiy soliqni 3 yil ichida to'lasa, fuqaroga 9 yil ish staji hisoblanadi, deyiladi ma'lumotda.